Selamünaleyküm do'stlar. Qanday ishlar yaxshimi? Bugun biza shu narsani qo'shni o'rganamiz. Birinchi bo'lib shu narsani de. Shu de. Skin bir daqiqa o'tdi-ku. Buni boshqacha tushunmaylar. Bo'ldi, Minecraftdan chiqamiz. Yozasizlar. Boshqa narsa deb shunday yozasizlar. Va ozgina o'tirasizlar va shuni yuklab olasizlar va ochishni bosasizlar. So'ng esa hozir buni so'ng esa xohlagan narsani ustiga xohlaganingizni tanlab shuni ustiga bosasizlar va shu downloadni bosasizlar va galerini bosasizlar va reklama ko'rasizlar. So'ng buni bosasizlar, reklama ko'rasizlar. So'ng esa 2000 years later. So'ng buni bitishgan bosasizlar va yuklab oling, shuni bosasizlar. Export to Minecraft page bosasizlar va o'zi Minecraftga kirib ketadi. Va biroz sabr qiling. 2000 years later. Va kirib bo'lgandan keyin esa qotyapti. Menda qotyapti. Nima bo'ldi? So'ng dressing roomni bosasizlar va kutasizlar. Va kutib bo'lgandan keyin esa birinchida turibdi, uchinchini bosasizlar. Uchinchini bosgandan keyin klassik SKINSni deb ko'rsatadi va 2000 years later. Shuni bosasizlar va xohlaganingizni tanlab olasizlar. Masalan, men buni tanlayman. Mana bo'ldi. So'ng chiqishni bosasizlar va yana chiqishni bosasizlar va bo'ldi. Filmimiz tayyor. Va shunga qarab bu yerda o'quvchini ham shunday narsasi bor, o'qituvchini. Dada bilasizlarmi? Aka, dada, aka, bilasizlar-ku. Hammaga xayr, sizlar bilan Alibek bo'ldi. Bilaman, avvalgi video 2 yildan avvalmi, 2 yil avval chiqqan. Shuning uchun ovozim o'zgargan bo'lsa, e'tibor bermaslar. Hammaga xayr.